Assalomu alaykum. Mana bu ibrat oladigan joy maskan. Albatta Alloh nasib qilib qachondir hammamizga shunday joydan Alloh joy nasib qilsin. Shohmizmi, gadomizmi, boymizmi, kambag'almizmi, sog'lommizmi, kasalmizmi, oqmizmi, qoramizmi, inshaalloh qachondir Alloh nasib qilgan kuni shu kunlarga kelamiz, shu joylarga kelamiz. Alloh to'g'ri yo'llarni adashtirmasin. Badnafslik qilib qo'yishdan Alloh asrasin. Osiy bo'lib qolishdan Alloh asrasin. Biz gunohkor bandalarni Alloh o'zi kechirsin. Hayotimiz g'animat, umrimiz g'animat. Alloh buyurgan amallarni qilaylik. Ilohim, bu dunyoga ishonib qolib ketmaylik, oxiratni o'ylaylik. Alloh o'zing insof bergan hammamizga. To'g'ri yo'ldan adashtirmagan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.